Katta natijalar kichik harakatlardan boshlanadi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Super buxgalter dasturini boshladik va men har doim Super buxgalter dasturini boshlaganimda birinchi bo'lib balanslardan, finrezdan yoki buxgalteriya hisobini elementlaridan boshlardim, lekin bu formatda o'zgartirdim. Nima uchun? Chunki juda ham ko'plab buxgalterlar bilan gaplashganimdan keyin bildimki, eng asosiy muammo birinchi o'rinda buxgalterlarning o'zi bilan ham bog'liq ekan. Ya'ni men bilasizlar, juda ham ko'plab buxgalterlar bilan ishlaganimda, ular bilan individual ishlaymiz, yondashamiz, ularni ruhiyatini ko'tarishga harakat qilamiz, fikrlashini to'g'rilashga harakat qilamiz va shuning uchun bugun birinchi modulimiz bizda korxonada buxgalteriya hisobini tashkil etish bo'ladi. Ya'ni buxgalteriya o'zi hisobida qanaqa yuritilishi kerak, kim javobgar, buxgalterdan nimalar talab qilinadi, buxgalterning qanaqa huquq va majburiyatlari bor. Shunga o'xshash bir nechta mavzular bor. Ya'ni super buxgalter dasturida bir qancha modul va bu modulda bitta modul o'zida 4 ta 5 ta mavzular bo'ladi va bugun biz sizlar bilan birinchi modulimiz korxonada buxgalteriya hisobini tashkil etish haqida bo'ladi. Xudo xohlasa bu bilimlar sizlarga manfaatli bo'ladi. O'zimni tajribalarimdan ham sizlar bilan bo'lishaman. Xo'p, o'rtoqlar, bosh buxgalter, yordamchi buxgalter, materialniy buxgalter haqida men yana sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni boshqa mavzularimizda ham. Lekin bilinglarki, buxgalteriyada, mana misol uchun bitta kompaniyani oladigan bo'lsak, kompaniyada buxgalteriya bo'limi alohida, to'g'rimi? Shu bo'limni boshlig'i glavniy buxgalter bo'ladi. Ya'ni buxgalteriyani boshlig'i glavniy buxgalter bo'ladi. Mana bosh buxgalterni ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqida gaplashamiz. O'zi bosh buxgalter kim? Nima ishlarni amalga oshiradi yoki uni huquq va majburiyatlarini ko'rib chiqamiz. Buxgalteriyani o'sha xizmat ko'rsatayotgan har qanday firmamizga buxgalteriyasini boshlig'i bizamiz. Misol uchun juda ham ko'pchilik biladi, buxgalterlar o'tirib ishlaydigan buxgalterlar bor va outsource qiladigan, masofadan ishlab beradigan buxgalterlar bor. Agar siz misol uchun deylik bitta firmani udalyonni, ya'ni masofadan yuritib berasiz buxgalteriyasini, lekin o'sha kompaniyani buxgalteriyasiga siz baribir javobgarsiz. Ya'ni shu bo'limni boshlig'i sizsiz. Ko'pincha holatlar bo'ladiki, buxgalter udalyonni ishlasa yoki o'sha ofitsialni ishlamasa javob bermaydi degan fikrlar yuradi. Yo'q, bunaqa emas. Agar qanaqadir qing'ir ishlar bo'lsa yoki nimadir muammolar bo'lsa, siz ofitsialni buxgalter bo'lmagan taqdiringizda ham sizni chaqirtiriladi. Har qanday holatda va har qanday joyga, vaziyatda siz javobgarsiz. Buxgalteriya xizmati rahbarini huquq va majburiyatlarini ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, bitta narsani har doim aytaman. Huquq bu siz nimalarga haqlisiz, nimalarni talab qila olasiz. Majburiyat siz nimalarni bajarib berishingiz kerak. Mana bu narsani oldin ajratib olishimiz kerak. Men borgan sari har bitta mavzuni maydalashga harakat qilaman, chunki ko'pchilik buxgalteriyani qo'rqinchli yoki o'rganib bo'lmaydigan yoki biron bir qiyin holatlar deb o'ylashadi, lekin unaqa emas. Qaranglar, huquq va majburiyatlar haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zi oddiy misolda aytamiz. Mana huquq nima degani? Huquq bu siz nimaga haqlisiz degani. Misol uchun, siz oilada onasiz, to'g'rimi? Ona bo'lsangiz nimaga haqlisiz? Farzandingizni urishga haqlisiz. Yoki farzandingizni qattasan deb so'rashga haqlisiz. To'g'rimi? Misol uchun, qo'lingizda pul bor. Siz nimaga haqlisiz? Mana shu pulni ishlatishga haqlisiz. Siz hech kimdan so'ramasdan turib o'zingiz ishlata olasiz. Bu sizni pulingiz, sizni qo'lingizda turibdi. Endi majburiyat bo'lsa-chi? Majburiyat bu siz nimalarga qilishga majbursiz, ya'ni sizni vazifa, bo'yningizdagi vazifalar bor. Misol uchun deylik, uyda biz ovqat qilishga majburmiz yoki uyni toza tutishga majburmiz, farzandlarning tarbiyasini qilishga biz majburmiz. Ya'ni bu bizning vazifalarimiz. Demak, siz huquq va majburiyatlaringizni aniqlashtirib olishingiz kerak. Har qanaqa kompaniyada ishlashingizdan qat'iy nazar, YTT bo'ladimi,
bo'ladimi, nodavlat notijorat tashkiloti bo'ladimi, budjet korxonasida ishlaysizmi yoki kichkina firmalarda ishlaysizmi yoki oddiy misol qanaqadir outsource kompaniyada ishlaysiz, ya'ni buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyada bitta buxgalter lavozimida ishlasangiz ham sizni huquq va majburiyatlaringiz bor. Misol uchun oddiy ishchi sifatida aytaylik, oddiy ishchini mana oddiy qo'ravul yoki misol uchun sekretari qanaqa huquq va majburiyatlari bor? Huquq va majburiyat shunaqa narsaki, huquq bu ish haqqini vaqtida talab qilish, chiroyli muomala talab qilish, masalan, sizni kimdir kamsitishga haqli emas. Endi majburiyat, siz o'z vaqtida ishga borishga majbursiz. O'sha sizni lavozimingizda nimalar yozilgan bo'lsa, siz nimalarni bajarishingiz kerak bo'lsa, shu vazifalarni bajarishga majbursiz. Mana bu oddiy tilda huquq va majburiyatlar deyiladi. Endi buxgalterni, ya'ni bitta главный buxgalterni huquq va majburiyatlarini ko'rib chiqamiz. Buxgalteriya hisobida, ya'ni siz o'sha buxgalteriya bo'limining rahbarisiz. Qoida tariqasida bilishingiz kerakki, bosh buxgalter hisoblanasiz. Misol uchun kimdirlar, "Men bu firmani buxgalterimisiz?" desam, "Bosh buxgalterimisiz?" desam, "Yo'q, men oddiy buxgalterman. Yana boshqa buxgalter bormi?" desa, "Yo'q" deyshadi. Demak, bitta firmada ishlayapsizmi? Faqat bir o'zingizmisiz? Siz bosh buxgaltersiz, ya'ni shunga javobgarsiz. Bosh buxgalterni huquq va majburiyatlari uni lavozim yo'riqnomasida belgilanadi. O'rtoqlar, juda ham ko'pchiligi, mana shuni misol qilib keltiraman. Mana shu yo'riqnoma, ya'ni lavozim yo'riqnomasi har qanday kompaniyada bo'lishi kerak. Bu kichkina firmalar bunga umuman ahamiyat berishmaydi, lekin bu ham aslida noto'g'ri. Ya'ni bitta firmada rahbari bilan yoki buxgalter bilan siz shartnoma qilayotganingizda lavozim yo'riqnomasini albatta ishlab chiqing. Ya'ni sizga nimalar majburiyat, ya'ni vazifa qo'yilyapti kompaniyaning egasi tomonidan va siz nimalarga haqlisiz. Bu huquq va majburiyatlaringiz sizni lavozim yo'riqnomangizda belgilanib ketadi. O'shaning uchun shartnomadan tashqari siz albatta shu yo'riqnomani shakllantiring. Bu yo'riqnomani men sizga elektron variantini beraman. Endi sizlar bilan ko'rib chiqadigan eng asosiy yo'llarimiz, ya'ni buxgalteriyada bosh buxgalterni majburiyatlari, ya'ni vazifalari, nima vazifalarni bajarishga majbur. Eng birinchi bo'lib, siz kompaniyani o'sha ish boshlaganingizdan keyin yoki ishlayapsiz, ishchi hisob fakturalari, ya'ni shotlar rejasi, hujjatlar, ya'ni birlamchi hujjatlar, hujjatlarni tayyorlash, shakllantirish, rahbar o'sha firmaga siz o'sha bo'limga rahbarmisiz, demak, inventarizatsiya qilishga, uni ma'lumotlarini hujjatlarda rasmiylashtirishga va bu hujjatlarni saqlanishga siz majbursiz. O'shaning uchun juda ko'pchilik kompaniyani buxgalterlari buxgalteriya hisobi, ya'ni ko'p hujjatli elektronni ba'zida turadi deyshadi. Men bu fikrga qarshiman. Har doim chiqarib bu ma'lumotlarni o'zimni o'sha registrlarimga tikib saqlayman. Bu narsani nimaga kerakligini aytaman. O'rtoqlar, masalan, qaranglar. Ma'lumotlar elektron deyilyapti, to'g'ri, juda ham oson, qulay. Sayt ishlamay qoldi, sizga shu hujjat juda ham zarur, tekshiruv kelgan. Yoki sog'liq tekshiruvi bo'lyapti, siz adines bermaslikka majbur emassiz, ya'ni berishingiz kerak emas adinesi. Adines bermaganingizdan keyin ularga hujjatlarni taqdim qilib berishingiz kerak. Shunda siz chiqarmagan bo'lsangiz nima bera olasiz? O'shaning uchun har doim hisob registrlariga ma'lumotlaringizni siz chiqarib tikib qo'ying. Men bunga sizni tavsiya qilaman. Endi qabul qilingan keyingi majburiyatingiz asosiy vositalar, TMZlar, ya'ni tovar moddiy zaxiralari, pul mablag'lari, ularni harakati bilan bog'liq barcha hisob fakturalarni, ya'ni dokumentlarni, bu operatsiyalarni o'z vaqtida aks ettirish. Misol uchun juda ham ko'pchilik buxgalterlar ishlashadi-da, yilni oxiriga yig'ib qo'yishadi yoki o'sha hisobot paytiga yig'ishadi. Bu yaxshi narsa emas. Misol uchun men
futbolda qanaqa ishlayman bilasizlar, men professional futbol ligasida ishlayman. Har kuni borganimda eng birinchi bo'lib bir kun oldingi bank vipiskasini chiqarib bankka papkasiga tikaman va Didox saytiga kiraman. Nima shartnomalar kelgan bo'lsa, shartnomalarni ham birinchi chiqarib yuristga taqdim qilaman. Kimdan shot faktura kelgan bo'lsa, ko'rib chiqib, haqiqatan bu narsalar olinyaptimi deb, shu shot fakturani chiqarib, borib, so'rab, egasidan qabul qilib, keyin olib kelamanda, bo'ldi, qabul qilsam bo'lar ekan deb o'sha shot fakturani qabul qilib chiqarib qo'yaman. Mana shunaqa joylariga ahamiyat qilishingiz kerak. Demak, siz korxonadagi pul mablag'larini, tovar bilan bog'liq holatlarini, xizmat ko'rsatish, asosiy vositalar bilan bog'liq operatsiyalarni nazorat qilasiz va hujjatlarini o'z vaqtida rasmiylashtirasiz. Endi ishlab chiqarish, u bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni hisobga olish, xarajatlar smetasini tuzish, mahsulotni sotish, ishlarini bajarish va moliyaviy natijalarni tuzish ham sizni bo'yningizda. Juda ham ko'pchilik aytadiki, ishlab chiqarish korxonalarida kalkulyatsiyani men qilmayman. To'g'ri, buxgalter kalkulyatsiya qilmaydi, lekin bu narsalarni talab qilish sizni vazifangiz. Siz talab qilsangiz, hujjatlar rasmiylashtiriladi. Buxgalteriya kompaniyaning yuragi hisoblanadi. Har qanday kompaniyada buxgalteriya eng muhim ahamiyatga ega. Ya'ni, misol uchun HR bo'limi bor, marketing bo'limi bor, sotuv bo'limi bor. Ular o'zi ishlaydi, lekin buxgalteriyasiz ishlamaydi. Bularning har bir bo'lim buxgalteriyaga keladi. Shuning uchun siz bu hujjatlarni rasmiylashtirayotganda talab qilishingiz kerak bo'ladi o'sha mas'ul shaxslardan. Moliyaviy yoki hisob-kitob va kredit operatsiyalarini hisobga olish. Ya'ni siz agar kompaniyangiz misol uchun kredit olayotgan bo'lsa, sizdan finrezlarni so'raydi, to'g'rimi? Balans qilib bergin deydi. Hisob-kitoblar, bu operatsiyalarni hammasini rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Hujjatlarni rasmiylashtirish va qonunchiligiga asosan o'rtoqlar noqonuniy bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirish mumkin emas. Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunda ham bu narsa belgilangan, Soliq kodeksida ham belgilangan. Ya'ni sizga ma'lum bir jarimalar bo'ladi. Men keyingi mavzularda hozir o'sha sizlarga ham ko'rsatib beraman. Jarimalar bo'yicha, ya'ni buxgalterlarga qo'llaniladigan jarimalarni ko'rib o'tamiz. Endi qaranglar. Mahsulotlarni, ya'ni xizmatlarni tan narxini kalkulyatsiya hisobini tuzish. Mana boya aytdim-ku men. Siz o'zingiz qilmasligingiz, tushunmasligingiz mumkin. Ya'ni texnolog bilan birga ishlab turib, bu narsalarni rasmiylashtirish sizni bo'yningizda. Bu sizni majburiyatingiz. Ish haqqi bo'yicha xodimlar bilan hisob-kitoblar, bularni dokumentlarini rasmiylashtirish, ya'ni odel kadrdan talab qilishingiz kerak bo'ladi-da. Misol uchun, qani bu men bu xodimning pasporti yoki qani men buni prikazi deb siz rasmiylashtirib talab qilasiz. Moddiy, mehnat, moliyaviy resurslarni iqtisodiy foydalanish, korxonaning mulkini saqlash ustidagi nazorat. Bu nima degani? Moddiy va mehnat bu misol uchun deylik, kompaniyada sklad bor yoki tovarlarni sotish joyi, sotuv realizatsiya do'koni bor. Bularni nazorati sizni majburiyatingiz. Siz har doim inventarizatsiya qilishingiz kerak. Hali inventarizatsiya bo'yicha ham darslarimiz bo'ladi. Qaysi periodda nimani nazorat, ya'ni tekshirishingiz kerak, inventarizatsiya qilishingiz kerak. Soliqlar, yig'imlarni to'g'ri hisoblash, ularni to'lash, shuningdek soliq organlariga moliyaviy va boshqa hisobotlarni o'z vaqtida topshirish. O'rtoqlar, mana qaranglar. Mana bu yerda moliyaviy deyapti va boshqa hisobotlar. Moliyaviy hisobotlar bu balans, finrez, pul oqimlari, xususiy kapital. Boshqa soliq hisobotlari bu bizda NDS, ish haqqi, aksiz solig'i, aylanma soliqlar, foyda soliqlar, bu hammasi boshqa soliqlarimizga kiradi. Demak, главный buxgalter, ya'ni buxgalter vazifasi soliqlarni hisoblash, to'lash, to'g'ri hisoblash va hisobotlarni o'z vaqtida topshirish. Agar o'z vaqtida topshirmasangiz, demak shtraf bo'ladi. Sizni majburiyatingiz bo'lgani uchun bu shtrafni siz to'laysiz. Xo'p, undan tashqari, debitor, kreditor qarzdorliklar bo'yicha ham, ya'ni muddatidan o'tkazishingiz kerak emas. Bugungi kunda valyuta bo'yicha juda ham trend bo'ldi, debitor va kreditorlar bilan ishlash va bu muammolar hali ham muammoligicha qolyapti. Bu yerda asosiy narsa
buxgalter doimiy ravishda nazorat qilmagan, hisob-kitob qilmagan va rahbarni ogohlantirmagan. O'rtoqlar, kreditorka unchalik katta muammo emas-ku, lekin debitorkaga valyuta operatsiyalari bo'yicha shtraflar qo'yilyapti, bilasizlar. Men masalan Excel beraman sizlarga. Valyuta bo'yicha Excel alohida yuritganman. 1Sdan tashqari kontraktlarini, qaysi kompaniya importyorlar, necha pul, qachon olingan, qachon qarzimiz chiqib ketgan, qachon biz unga debitorka, kreditorka bo'lib qolganmiz. Bularni barchasini siz nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. Endi asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, TMZlar, pul mablag'lari, investitsiyalar va boshqa shotlarimizni doimiy ravishda inventarizatsiya qilish, ya'ni qayta hisobdan o'tkazish. Buxgalteriya hisobotlarini tekshirish, korxonani tarkibiy bo'limlari hujjatlarini taftish qilish, ya'ni men har doim misol uchun futbolda ham boshqa bo'limlarni ham hujjatlarini nazoratini olib boraman. Endi undan tashqari mana eng oxirgisi bu korxonani moliyaviy faoliyatidan buxgalteriya hisobi bilan bog'liq boshqa majburiyatlari. Bu nima bo'lishi mumkin? Deylik, sotuv bo'lishi mumkin. Sotuvda endi baribir buxgalteriyada hozir chorniy buxgalteriya degan narsa bor, ya'ni qora bozor degan narsa bor. Marketing bo'lishi mumkin. Mana shunaqa bo'limlarini, hisob-kitoblarini ham siz pul bilan bog'liq holatlar, ya'ni debitorka, kreditorka bilan bog'liq holatlar bo'lsa, siz hisoblashga majbursiz va ularni ham siz ogohlantirib turasiz. O'sha bo'limga kirib, mana bundan qarzinglar bor yoki bizga pul to'lamadi yoki tovar bermadi deb siz nazoratini qilishga majbursiz. Bu buxgalterning majburiyatlari, ya'ni bajarishi shart bo'lgan ishlari. Endi biza bosh buxgalterni huquqlariga, ya'ni hamma narsani bajarishga emas, endi talab qilishga ham haqqi bor joylarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib nimani ko'ramiz? Biza o'sha moliyaviy va xo'jalik operatsiyalarida, tashkilotni boshqa korxonalar bilan ishlarida biza ham bosh bo'lamiz. Ya'ni ular biza bilan ham maslahatlashishadi. Men bu kompaniya bilan ishlamoqchiman, bo'ladimi? Bu kompaniyaga pul o'tkazmoqchiman, bo'ladimi? Siz tekshirib berishingiz kerak. Ya'ni ko'p buxgalterlarning xatosi aralashmayman deb chetga chiqib qolishadi va biznes egasi buxgalterdan so'ramasdan turib xohlagan ishini qiladi. O'shaning uchun siz baribir boshqa korxonalar bilan ish jarayonlarida ham qatnashishingiz kerak. Ya'ni kim bilan ishlayotgan? Abnal korxona emasmi? Misol uchun soliq to'layotgan korxonami, boshqa aldoqchi korxona emasmi, shunaqalarni baribir bilib turishingiz kerak. Keyingisi korxona rahbariga uni faoliyatini yaxshilash bo'yicha takliflar kiritishingiz. Misol uchun men har doim firma olsam, misol deylik savdo yo'nalishimi, xizmat ko'rsatishmi yoki ishlab chiqarishmi, men firma olsam, korxonani egasiga takliflar beraman. Keyin men bunaqa qilsam, bunaqa bo'ladi deb. Hattoki ko'pincha kulishadi, biznes rejani tuzib berasiz, Sevara siz bilan ishlagandan keyin savdolarim oshgan. Ya'ni buxgalter biladi, o'rtoqlar. Siz baribir ishlagansiz, qaysidir korxonada tajriba bo'lgan, o'sha biznes egasiga aytib turish kerak. Taklif bu sizning haqqingiz. Aytishga haqqingiz bor. Misol uchun, men buni noto'g'ri qilyapsam, men bunaqa qilishing kerak edi deb sizning haqqingiz bor. Shu joylarini albatta ko'rib chiqing. Bu biznes egasiga yoqadi va sizga qimmatroq haq to'lashga rozi bo'ladi. Keyingisi korxonani bo'limlarini, ya'ni boshqarmalar bor, bo'limlari bor, mustaqil ravishda ma'lumotlarni talab qilish. Misol uchun kirib, marketing bo'limiga kirib, menga qarang, mana bu hujjatlar menga kerak, bering deb ayta olamiz. Yoki отдел kadr bo'limiga kirib, yoki yuristga kirib, menga mana bu narsani qilib bering deb ayta olamiz. Bu buxgalterning haqqi. Korxona rahbariga ko'rib chiqish uchun buxgalteriya xodimlarini tayinlash, egallab turgan lavozimlaridan boshqa joyga ko'chirish, bo'shatish, ularni rag'batlantirish yoki jazolarni qo'llash bo'yicha takliflar kirita oladi. Misol uchun, bitta главный buxgalterimiz, расчетный buxgalter bor, materialniy buxgalter bor, kassa bo'yicha bor va boshqa shu buxgalterlarni rotatsiya qilishimiz mumkin. Rotatsiya nima degani? Lavozimini ko'chirish, ya'ni o'zgartirish. Главный misol uchun расчетный buxgalterni materialniy buxgalter bilan o'zgartira olamiz.
mana rotatsiya. Xo'p, buni biz rahbarga taklif bilan kirishimiz mumkin yoki mana xodimlarim zo'r ishlayapti, premiya qilib bering deb biz aytishimiz mumkin. Bu bizning haqqimiz. Yoki mana bu xodim yaxshi ishlamayapti, jazo qilishimiz kerak yoki anaqa nima desam ekan, bo'shatib yuboramiz degan bu bizning haqqimiz. Ya'ni hattoki menda shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. O'zimni bo'limimga boshqa odamni qo'shmayman, ya'ni kiritmayman. Bo'shatib yubor yoki men buni olgin, yo'q. Bu bo'limni boshlig'i menmanmi? Demak, men hal qilaman, bo'shatishni ham va olishni ham. Va endi korxonada misol uchun rahbar bizning haqqimiz rahbardan yoki korxonani boshqa mansabdor shaxslardan o'zini majburiyatlari va huquqlarini amalga oshirish bo'yicha ko'maklashishga talab qilish. Misol uchun mana narsalarni qilishim kerak, sizni mana yordamingiz kerak yoki mana shunaqa variantlarni berishingiz kerak. Endi sizlar rahbar bilan xo'jalik faoliyatlarini, masalalarini ko'rib chiqishingiz ham mumkin. Takliflar berishingiz mumkin. Kadrlar bo'limiga, masalan, moddiy javobgar shaxslaringiz bo'ladi-ku, buxgalterlaringiz. O'shalar bilan ishlayotganingizda ishdan bo'shatish, qabul qilish masalalarida qatnashishingiz mumkin. Misol uchun, buxgalter emas, marketing bo'limiga bitta xodimni olishmoqchi. Siz o'sha xodimni olish, olmasligiga takliflarni berishga haqqingiz bor. Bosh buxgalterni huquqi bor. Ya'ni yuridik masalalari bo'yicha korxonani yuristi bilan bemalol maslahatlashib yoki biron bir narsalarni talab qilishingiz mumkin. Masalan, men futbolda yurist bilan doim urushaman. Doim bizda samimiy o'sha kelishmovchiliklar bo'ladi. Ya'ni men buxgalteriyani va kompaniyani haq-huquqlarini har doim o'z joyida, o'z vaqtida bo'lishini xohlayman. Shuning uchun adil kadr bilan ham ko'p tortishaman, yurist bilan ham ko'p tortishaman, boshqa bo'limlar bilan ham. Agar shunaqa holat bo'lgan, agar boshqa bo'limdagilar meni aytganimni qilib, dokumentlarimga yordam berib yoki nimadirlar bo'lsa, men hattoki ularni oyligini bermayman deb qo'rqitishga meni haqqim bor. Chunki bu dokumentatsiya, bu korxonani haq-huquqlari. Endi biz sizlar bilan hozir bugungi birinchi mavzuyimiz bo'yicha bosh buxgalterni huquq va majburiyatlarini ko'rib chiqdik. Demak, nima demoqchiman? Korxonada bosh buxgalter ishga qabul qilayotganda va ishdan bo'shatayotganda siz nimalarga rioya qilishingiz kerak ekan? Birinchi o'rinda baribir lavozim yo'riqnomasi. Shartnomadan tashqari lavozim yo'riqnomasida mana shu huquq va majburiyatlar albatta ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.